Hop, ikkinchi qism. Oyoqda bosamiz mana uni. Naqshlarga e'tibor beringlar. Oyoqda bosyapti. Yuqoriga ko'taryapti. Oyog'imda bosyapti. Ko'taryapti. Ya shu. Arzon. 6 xirrali. 1 2 3 2 3 6 xirrali zont yani. Tayyor. Buni markasi qismi bu. Shunday turadi chunki suv to'g'ridan oqib tushishi kerak. Markasi qismida shunaqangi joyi bor. Tarnov emas. Tayyor zont. Endi yuqoriga ko'taraman desalar, bosib turib tepaga ko'tarsalar ham bo'ladi. 220 gacha ko'tariladi. Kattalashtiramiz. Yo'q, mana bundan keyingidami? Mana hashar razmeri 3x3. To'g'ri tarafi ham 3x3. Oyoq qismi ham temirdan ishlangan. Yuqori qismi ham temirdan ishlangan. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kombinat bozor. Telefon raqamimiz 91 664 63 60 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Hop, endi yig'ish ham oson. Mana bu tushiriladi xalq. Tushiriladi. To'g'ri burchak tushirilishi shart. Tushirdim tepani, tushdi bu ham. Mana bu tomon ham tushmagan. Hozir tushiramiz. Tushirdim. To'g'ri taraf tushirish kerak. Shart. Ko'rasizlar, o'rta qism tushdi degani. Hop, endi sekin-astalik bilan buni bosamiz. Tamam, ketdi. Yaxshi, bo'lamiz. To'g'ri tushirdik. Endi yig'ishni o'rgatyapman qaytadan. Mana sekin astalik bilan mexanizmlarini urintirmasdan ana qaytadan yig'ilsa bu zontik juda ham ko'p yillar xizmat qiladi. Bizda faqat ko'pchilik bu narsani bee'tibor qoldirib, qo'pollik bilan ochib, qo'pollik qilib yopishadi. Shuning uchun ustidagi tentlari ham tezda yorilib ketish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun bu zontikka imkon boricha yaxshi e'tibor qaratib, mana xuddi menga o'xshab ochib yopsalaring, ko'p yillar xizmatini yaxshi qiladi. Mana hech qanaqangi tovushi ham chiqqani yo'q, hech qanaqangi bir og'ir mandan, ya'ni udar yegani yo'q bu zontik. Ko'pchilikni kuzatamiz, umuman e'tibor ham berishmaydi. Keyin zontikni yig'ishtirib qo'ygandan keyin ustiga qop yuklab qo'yishadi, semen tashab qo'yishadi. Nima qilib bu zontikni urintirib yuborishadi. Shuning uchun buni mana menga o'xshab yig'ib, chiroyli qilib mana ichlariga tiqib, buni tentlarini chiroyli qilib mana taklab olib qo'ysalaring. Ha? Zontik mana binoyda turaveradi. Kraskalari ko'chmaydi, ranglari o'chmaydi. Men mana ochilish yopilishini ko'rsatdim.